Mana shu qo'limda turgan vizitka necha pulga tushadi bilasizmi? Va eng kami nechta zakaz qilish mumkin? 30 sekundda aytib beraman. Narxini aytishdan oldin buni qanaqa tayyorlanadi, birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich ko'zga yoqimli kreativ dizayn tayyorlaymiz. Keyin 300 grammlik glansli listga yuqori sifatda pechat beramiz. Vizitka uzoq xizmat qilish uchun albatta laminat qilmasa bo'lmaydi. Endi maxsus pichoq yordamida chiroyli shaklda kesib olamiz. Oxirida mana bu pachkalarga joylashtirib chiqamiz. Har bitta pachkaga 50 donadan vizitka sig'adi. Mana vizitkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi eng qiziq joyi. Mana shu qo'limda turgan vizitkani donasi 5 so'mdan eng kam zakaz olish miqdori 500 dona zakaz berish mumkin bo'ladi. Albatta, dizayn xizmati bepul. Yana qaysi reklama mahsulotining narxini bilmoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.